1998-yil BMW kompaniyasi butun avtosanoatni shokka tushirdi. U vaqtlarda 400 ot kuchli motor faqatgina superkarlarda bo'lardi. Ferrari Modena, Porsche Turbo va yana shunga o'xshash mashinalar. Lekin BMW nima qildi? Naqd 400 otni 5 ta uzatmali mexanika oilaviy sedanni ichiga joylab qo'ydi va bu mashina BMW M5 D39. Mexanikami deyishingiz mumkin. Endi u vaqtlarda haqiqiy erkakcha bo'lgan, qo'lda uzatilgan. Motoriga keladigan bo'lsak, S62 qo'lda yig'ilgan V8 motor. Bu mashina ishlab chiqarilgandan keyin dunyodagi barcha avtojurnallardan yil mashinasi degan nominatsiyani yengil qabul qilgan. Bu model yog'och panel, ruchnoy sborka, hattoki bir qancha kuzovlari Germaniyaning o'zida qo'lda yig'ilgan. Bilasizlar, qo'lda yig'ilgan, qo'lda yasalgan narsalar doimo eksklyuziv va qimmatbaho. O'zgacha 5 sekundda chiqadi. Lekin gap bunda emas. Bu mashinani haydagan odamlar aytadi. Bu shunchaki M5 emas. Bu ruldagi kayfiyat. Bu mashina sizni qaritadi deydi. To'g'ri, keyingi hozirgi kundagi M5lar bundan ko'ra kuchliroqdir, tezroqdir. Lekin E39 bu boshqa, bu haqiqiy yurakdan chiqqan. Shuning uchun ham buni afsona deyshadi va bu afsona boshqa qaytib keladi. So'zlarda, ta'riflarda xatolik bo'lsa, kommentariyada yozib to'g'rilab keting. Video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying. Aytganimdek, Merc, BMW, Audi bular 100 yillik tarixga ega mashinalar. Bularni 1, 2, 3 qilib etapga qo'ysak, menimcha bu to'g'ri kelmaydi. Chunki bularni uchovini ham bir-biridan kuchli tomonlari bor. Shuning uchun bu mashinalar tengsiz mashinalar deyilgan. Tachkani yomoni bo'lmaydi, akalarim. Joninglar sog' bo'lsin.